alaykum Hamza Uz kanali obunachilari. 11-aprel 2026-yil biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oxunboboyevdamiz. 4 donagina qo'ylarimiz bor ekan, sotilar ekan. Bu asli videomiz ertaga shanba kuni tongga e'tiborlaringga havola qilib turgan bo'lamiz. Ertaga shanba kuni. O'zi asli juma kuni ketib olinyapti. Ertaga tongga havola qilamiz bu videomizni. Ko'rib, like tugmachasini bosib, kommentariyaga kim qayerdan yozib qo'yasizlar. Bo'lmasa videoroliklarimiz boshladi. Keti. Mana, hozir tashqariga yopdik, bir bosdan ko'rsatamiz. Hayding tashqariga. Ana tashqariga. Ana chiqib ketdi tashqariga. Mana. Mana. Tashqariga qo'chqonlarimiz o'zlari Qirg'izistondan olib tushgan ekan. Bulardi. Dehqon 100 ga 100 dehqon akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Etilgan narxlardan muhim bas. Sodalashib, tortishib talashib olinaveradi. Soda sunnat akalar. Xo'p, ikkita bo'g'ozimiz bor ekan. Ikkita bo'g'ozimizga 1200 dan narx etilyapti. Yana bolaga esa 1,5 dollar. 1,5 ming ekan. Xo'p, qo'chqariga esa 2000 dollar narx etilyapti. Qo'chqar ham vaqtsiz toza qonli qo'chqar. Obunachilar mana nima deyapti bular? Qo'chqar. Aloqaga chiqarasizlar. Ekranga nomerlarni yozib ketamiz. Qo'chqarlar 90dan baland. Bash bolalar boqar ekan. Like tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchalar yoqib qo'yasizlar. Mana. Obunachilar. Mana qo'chqarlar vaqti zo'r. Mana. Bitta kami bor, 1,5 ming dollardan kami bor yana bolaga. Ana bo'g'ozlarga 1200 dan kami bor. Telefon qilaveradi. Qo'chqarimizga 2000 dollar kami bor. Hech bir kami bor. Akalar telefon qilib, telefonda gaplashishadi. Hammasi muhim. Sog'lom, mana yurishlari, yeb ichishlari hamma yo'q. Oxunboboyevda turibdi. Bu videomiz ertalab shanbada e'tiborlaringga havola qilamiz. O'zi videomiz juma kuni ketib olinyapti. Ertaga shanba kuni havola qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Qattingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz uchun e'tiqod qiling, yaqinlar uchun. Salomat bo'ling.